Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizde başlayımız. Leksiyada size hazır oldu. Washington'dan sözlerimiz. Bugünkü sözleydiği leksiyalarımız mındak. Birinci leksiyanın mavzusu Avam Palatası azaları Tayvan'ı kollab, Tayvan bir xatarligi kanun layihasini o'ttirib qo'ydi. Mavzuli xabar 11 ayının 9 günü Cungo'ga nazarı torbiyeti e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisining 2 nafar a'zosi birlikda Tayvan bexatarligi qonun loyihasi o'ttirib qo'ydi. Cümleden Tayvan, Amerika Devlet Müdafaa Ministerleri ve diplomatiya sahasidagi nopozluq arboblarning o'zaro ziyorat qilishi, Tayvanga harbiy qurol-yarog' setib berish strategik suhbat, Tayvan Amerika harbiy parxodlarining o'zaro ziyorat qilishiga huquq berish, Tayvanni Amerika bilan birlashib manevr qilishga taklif qilish qatorliq mazmunlar qonun loyihasi o'rin oldi. Tayvan Merkezi agentlik xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Michael McConnell, Robert Pottinger qatorliqlar 11 ayning 7 kuni o'rtaq Tayvan bexatarligi qonun loyihasini o'ttirib qo'ydi. Tayvan bexatarligi qonun loyihasini o'ttirib qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palata a'zosi Bexatarlik komitetining raisi McConnell mundaq ko'rsatdi. Yaqinqi yillardan beri Amerika hamon Jungo hukumatining talablarini avval o'ylashdi. Diqqat eting. Yaqinqi yillardan beri Amerika hamon Jungo hukumatining talablarini avval o'ylashdi. Lekin Jungo hadisa qo'shnilarga zo'magarlik qilib, Amerika'nın iqtisod bexatarligi buzg'unchilik qilib, Janubiy dengiz yer shari savdosiga tahdid solib, Chausenga ta'sir ko'rsatish doirasini kuchaytirib, aplab, saplab, o'tkaldan o'tib olib, Chausen krizisini texama ulg'aytib o'tdi. Yuqorqi sabablarga asoslangan holda Jungo hukumatining Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosatlariga onu deb, bunu deb buyruqvozlik qilishini yig'ishtirib oladigan vaqt keldi. Diqqat eting. Yuqorqi sabablarga asoslanganda takrorlayman, Jungo hukumatining Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosatlariga onu deb, bunu deb buyruqvozlik qilishini yig'ishtirib oladigan vaqt keldi. Deb hukm qilamiz. McConnell texmi ilgirlab bundaq ko'rsatdi. Amerikaning bir Jungo siyosatini hurmat qilamiz. Biz bu yerda Tayvanga harbiy qurol-yarog' setib berish qonun loyihasini tasdiqlab, normal tartibni asliga keltirib, muvofiq bir ahvolda Tayvan bilan Amerika texmi ko'p xalqaro ishlarga birlikda qatnashish kerak deb o'ylaymiz. Endi ikinci qonun loyihasiga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Men o'tgan leksiyada sizlarga saminlarga askartib qo'ygan edim. Men bugun tayyorlab keldim. Ikkinchi shunga munosabatli qonun loyihasi. Kengash palatasi, Avam palatasi davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasini moslashtirib, Amerika Tayvan munosabatini kuchaytiradigan bo'ldi mavzuli xabar. 11 ayning 11 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasi ve Kengash Palatasi yillik 2000 Palatasi Harbiy ishlar komiteti mushu hafta Amerika Qo'shma Shtatlarining 2018 yillik moliya yilida davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasi to'g'risida o'rtaq tonishga kelib, Amerika Qo'shma Shtatlarining 2018 yillik moliya yilida 700 milliard dollar Amerika dollari ajratishga qo'shildi. Bu qonun loyihasida Tayvanga ketishlik taraflarda Tayvan munosabati qonuni va 6 modellik kapolatnomani qayta sharhladi. Bu qonun loyihasida Amerika harbiy parxodlarining muddatli Tayvan Kaohsiung porti
ve başka portlarga kirip to'xtashni asliga keltirish hamda Tayvan harbiy parxodlarining Amerikaning Hawaii porti ve Guam portlariga kirip to'xtash talablarini asliga keltirish talab qilindi. Bundan başka bu kanun layihəsi yana Tayvanның su astı uruş qilish iqtidarını taraqqiy qildirish, cümleden su astı parxodları ve su minalarını taraqqiy qildirishni Amerikanın qo'llashi o'ttirib qo'yildi. İki armiya yani Amerika Tayvan armiyaları o'ttirishidagi hamkorlik munosabati ve stratejik hamkorlikni kuchaytirish o'ttirib qo'yildi. Devlet müdafiyasiga hukuk berish kanun layihasini Avam Palatası bu yıl 7. ayda tasdiqlagan. Kengash Palatası o'zi tayyorlagan nusxani 9. ayda ma'qullagan. Haftanın 3. günü Devlet Meclisi iki palatanın harbiy ishlar komitetleri ortaq tonuşqa kelip maslashtirilgandan keyinki yangi nusxani o'ttirg'a qo'ydi. Cumhur hükümeti işki işlerge arlaşkanlıkta tanqid qildi. Devlet müdafiyasiga hukuk berish kanun layihasi ayrım halda iki palatanın ma'qulligini o'tgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining imzo qo'yishiga yo'llanadi. Vatandaşlarım bu meselelerde sel uquşmaslık bo'lib qolmasin. Mesela ben 7. ayda bir qatım, 9. ayda bir qatım bu to'g'ri leksiya so'zlagan edim. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ikki palata, birisi Kengash palatasi, yana birisi parlament. Yani Avam palatasi. Demek Avam palatası öz aldığı işgirde kanun layihə ma'qullaydı, tasdiqlaydı, yoki o'ttirib qo'ydi. Kengash palatası öz aldığı işgirde kanun layihə ma'qullaydı, o'ttirib qo'ydi, tasdiqlaydı. Ahiri iki palata bir yerga kelib, nusxalarni, ular tayyorlagan nusxa bilan bular tayyorlagan nusxani moslashtirdi. Ya'ni jumlalarni o'zgartirdi. Undan keyin yani iki palataning tasdiqiga o'tdi. Tasdiqidan o'tgandan keyin undan keyin Amerika prezidentining imzo qo'yishiga yo'llaydi. Şuna bu tertipler jarayonida bugün Kengash palatası ma'qullagan bo'lsa, tünügün Avam palatası ma'qullagan bo'lsa, endilikda iki palata birleşip yani şu kanun layihənin o'zgartirilgan yoki to'liqlangan nusxasini elib chiqqan bo'lsa, şuna bunu qayta anlattık. Bu leksiyada mujmallik bormi yo'qmi deb tushunib qolmanglar hurmatli vatandoshlarım. Endi bu kanun layihə oxiriga kelib 2 gün içinde 2 kanun layihə, biri hukuk berish kanun layihəsi, 2018 yıl devlet müdafiyasiga hukuk berish kanun layihəsi, birisi şunun münasibeti yani yeniden qo'yilgani Tayvan bexatarlik kanun layihəsi. Demek şu 2 gün içinde bu narsa, bu kanun layihə o'ttirib qo'yildi deganga. Şuna biz her qatam anglatgan vaqtimizda bu kanun layihələr to'g'risida her qatam fikir bo'lganda yo'ldoshlarni leksiya orqali bu mazmunlar bilan uchrashtirib turamiz.